Mazali, sochni, go'shtli, ajoyib bo'lgan qatlama tayyorlaymiz. Bu juda ham oson. 100 ml dan sut, qattiq suv, ozgina tuz va raslixitr un bilan xamir tayyorlab, tindirib, orada bir marta mushtlab, tindirib, to'rga bo'lib, zuvala yasab, yana tindirib qo'yamiz. Mol go'shtini qiymasiga ko'k piyoz, oddiy piyoz, tuz va zira murch qo'shib aralashtirib qiyma tayyorlab olamiz. Jo'xori kraxmali bilan unni aralashtirib olib, ushbu qorishma bilan xamirlarni to'rtburchak shaklda yoyib chiqamiz. 150 gram taplionka yog'ini eritib olib, qatlama og'zida eriydigan bo'lib yumshoq chiqishi uchun qatlamani har bir qavatiga taplionka yog'lardan surib chiqamiz. Qiymani ham 4 ga bo'lib olib, har bir xamirga yupqa qilib yoyib chiqib, xamirlarni ustma-ust taxlab chiqib, qatlamani cho'zib yoyib olib, orasiga yana taplionka yog'lardan surib taxlab qo'yib, 5 daqiqa tindirib olib, qatlamani patnis razmerida yoyib olib, qizarishi uchun bir dona tuxum sarig'ini surib, 220 darajada qizib turgan duxovkada 20-25 daqiqa davomida pishirib olsak, og'izda eriydigan yumshoqqina sochli qatlama tayyor bo'ladi. Albatta, ushbu qatlamani takrorlab ko'ring.